Mana ha qishloq xo'jalik hayvonlarida asosan sigirlarda, mana zagonlarda noqobil joylari turganligi hisobiga tunukalar yo chon narsalar orqali mana ha sigirni mana shu oldingi oyog'idan travma bo'lib turib kesilgan. Xudo xolosa biz buni mana ha xudo xolosa jarrohlik amaliyoti yordamida xirurgiya operatsiya qilib xudo xolosa tikib bitqizib bo'ldik inshaalloh. Mana ha tikilgan choklari zakonning ushalgan. Mana yerdan bir bo'g'im teshik qo'yib qo'ydim. Xudo xolosa bu yerdan yarani sela va zardobi xudo xolosa chiqib turadi. Sigirni holati zo'r. Mana nihoyat operatsiyamiz ham yakun topdi xudo xolosa. Tikib to'g'irlab zakonni qilib qo'ydik. Endi inshaalloh bu hayvonga xudo xolosa 3 kun mobaynida antibiotik qilib turamiz, anatoksin ukoldan qilib turamiz. Bitselin 5 yordamida shu jarohat tezroq bitishligi hisobiga ukol qilib turamiz. Xudo xolosa hayvon yaxshi operatsiyalar bo'lib o'tdi. Mana hushiga keldi. Mana ha jarohatni tikib zo'r qilib qo'ydik xudo xolosa.